Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qatarlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur qarindoshlarım, Uyghur tilini anglab tushunadigan, Uyg'urning o'tida kuyib, suyida aqadigan qadrli qarindoshlar. Hammalarninki mushu vaqti va buningdan keyingi vaqti bu dunyoligi va u dunyoligi her ikki olamdagi baxt saodatlarga to'lsin, canım qarindoshlar. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan Zeytinburun'daki uyamdan sizlarga Allah'ның cennet selamı bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan bugungi dersimizni başlayıp olamiz qadrli qarindoshlar. Yani bir haftadak vaqt bir yerga sayohat, undan keyin biroz havam isib qolgan bo'ldi, boshqa ishlar bilan aldirashib ketdik. Asli biz plan bo'yicha ugunib kelayotgan bu qo'limdagi islom tarixi degan bunu 3 tane professor doktorninki Türkiyalik birlikte yazıp çıkan islom tarixi 380 betlik kitapninki Uygurçası Taklamakan Uygur Neşriyatı tarafından 2014 yılı İstanbul'da neşir kılıngan bunu kitapni birlikte öğünüp atkan. Biz hemimiz üzümüzni Müslüman deyimiz ama Müslüman yani İslam tarihe ait yani tarihlerden anca munca xabada bulmasak mı? Bulmaydı kadarla qarindoshlar. Bazılar deydi tarix tekrarlanadi deydi. Qarab baxsaq bazı işlarda haqiqatan tarixning tekrarlanganligini ko'ramiz. Yani açıq sabaqlarni almagan vaqtda tarix tekrarlanadi qadarli qarindoshlar. Yani tarixga bo'lgan ko'z qarashlarımızma to'g'ri bo'lmagan vaqtida biz tarixdan o'zimizga yetarlik darsmi alamaymiz. Ya olmasa tariximizni aşı resmi kutsallaştırıp mukaddes bir tarix şekilde aylandırıp özümüzdeki kallasıdaki siyasi ya olmasa başka bir göz karışlan onu tanımız ya olmasa tarix yani bu tarix gapning resmi nimesini diyemeye kaldım demekçidim. Yani mağlup boğanlarının tarihi galiplar mağlup boğanlarının dümbüsüge onun tarihini yazıdı. Degen bir gap var. Bir yerden hükümranlar tarihi, hükümranlar desturumu bir kitap var. Bunu Abdülkadir Celal'ın kitabını okuyan bir yerde. Şunda bir meşhur bir söz var. Yani şu başka bazı da tarihleri mesela nurgun Xitaylarning tarixleri var, Xanname o bu degandekçi. Şu tarixlerimizni biz to'g'ri şekilde öğrenişimiz gerek. İslam tarixini biz haqiqiy so'qqanlik bilan o'rganmasak bo'lmaydi. Yo'lashqamda Umavilarni birlikte o'rgandik. Hamda Abbasiylarninki ikinci bölümni bugün birlikte öğünümüz. Künde bir dersini birlikte qilmasak uyqumuz kelmaydigan bir kunlar bo'lgan. Bu bir yılning 10. ay kelsa şu bir yıl oldu. Şunda künde ders qilib mangılı adet qilib. Endi bugün yeni şu üzülüp qalgan bir haftalik veya 7-8 günlük şu faaliyetimizde qaytadan canlandırılmaz qadrli qarindoshlar. Ana olsa İslam tarixidan Abbasiylarninki yıkılışıga yüzlengen tarixlerini, sebeplerini birlikte öğünüp öteyli. Yani bu tarixni bunu 3. qatim sözlüşüm buludu. 3. qatim sözlüşümdeki sebep başta ahirga kelgan chaqda biroz uyqu adamni tutib olib chataq bo'lgan ahvollar yuz berdi. Şunlaşqa bugün yani şaş oturup inşallah birlikte ögünümüz dep oylayman.
Abbasilar yine 5. bab Abbasilar degan babninki 4. kichik mavzusi ichki meseleler. 750 yılda kurulup 1258 yılda yıkılgan Abbasi devleti 500 yıldan köp hüküm sürgen devrede köpligen ichki meselelerge duch kelgan. Bu meselelerning köpligen sebepleri var. Bulardan bir kısmı xalifelikni kimning ustiga elish meselesi idi. Mesela Harun Reşid'in keyin oğulları Amin ve Ma'mun xalifelik makamını qo'lga keltirish uchun bir-biriga qarshi 5 yil kurash qildi. 11 asrdan boshlab xalifa tayin qilishda Abbasi Sariy'dagi shahzoda onalari ve Türkler nihoyatda cho'ng rol o'ynadı. Bunun bilan xalifelik taxtiga eng qobiliyatli ve eng loyiq kishilarning o'rniga onasi kuchlik bo'lganlarning bolalari yoki Türkler uygun ko'rgan kishilar o'ltirg'izilgan. Bu ahvol hem Abbasi xonadonining o'z ichida hem de Arablar bilan Türkler arasida ba'zi qarama-qarshiliklarga sabab bo'lgan. İchki masalalarning yana bir qismi hokimiyat merkezini yiroq ba'zi rayonlardagi valilarning yoki rayon xarakterlik reislarning mustaqillik talab qilishidan iborat. Masalan, Xorasonda Tahiriylar, Misrda Tulun o'g'illari, Shimol Afrikada Ag'labiylar bu şekilde o'ttirg'i chiqdi. Yana bir boshqa masala Abbasilardan qutulgan Amaviy xonadondagilarning Amaviy davlatini qaytadan qurib chiqish uchun harakat va isyon qilish edi. Chunki Amin bilan Ma'mun o'ttirisida kurash davom qilayotganda Amaviy oilasidan Ali ibn Xolid isyon chiqarib Suriyaga hujum qilib bir muddat Suriya va atrofini o'ziga qaratgan. Ammo Abbasilar bu harakatni kengaytirishdan ilgari bastırgan. Abbasilar davrida ichki masalalar arasida iqtisodiy va ijtimoiy sabablardan o'ttirg'i chiqqanlarmi? Basra va atrofida o'ttirg'i chiqqan qora tilliklar harakati bu xil masalalarning eng ko'zga ko'rinarligi edi. Allah razı olsun Abdurrahim qarindishim. Bu rayonda Etiz ve Tuz kallarida ishlayotgan qora tillik qullar emgak sharoitining nacharligidan shikoyat qilib 870 yili Hazreti Ali naslidan kelganligini o'ttira qo'ygan Ali ibn Muhammad ismli bir kishining rahbarligida qo'zg'olon ko'tardi. İsyan tezlikda kengayib Abbasi rahbarlarini bearam qiladigan darajaga berib yetdi. Uzun kurashlardan keyin Türk kumandan ve askerlerinin gayreti bilen 883 yılda isyan bastırıldı. Abbasi hakimiyetini ciddi tehdit kılayotgan meseleler arasında mezhep karakterlik, dini karakterlik, hareket ve isyanlarmı mevcut idi. Bu hakta ayrım toxtalımız. Hakimiyetke karşı dini ve siyasi hareketler. Şia isyanları. Abbasiler devrinde oturga çıkan dini, siyasi hareketlerde Şia isyanları baş dikildi. Şialar Abbasilarni hakimiyetini aldap tartıp aldı dep qaraydı. Bu sebepten Mansur devrinde hakimiyetini qo'lga keltirish uchun Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan'ның neslinden kelgan Muhammed keng ko'lamlik bir isyonga boshlamchilik qildi. Madinada boshlagan isyon qisqa vaqtda Makka, u yerdan Basra va atrofiga yayildi. Bu viloyatlarda Muhammedga xalifa sifatida bay'at qilindi. Ammo Abbasi qo'shinlari bu isyonni qattiq bostirdi. Muhammedning isyonidan taxminan chorak asr o'tgandan keyin xalifa Hadi
785-786 yılları devride yana Hazreti Hasan'ın nevrlerinden Hüseyin İbni Ali Abbasilarni itiraf qilmaydiganligini jakolab isyon chiqadi. Abbasilarning qattiq qarshi chiqishiga qaramay Makka, Madinani kontrol ostiga elib, bu ikki shahar xalqining o'zini xalifa deb tunishini qo'lga keltirdi. Ammo Abbasilar Husayn ibn Ali'ni o'ltirib, bu isyonni bostirdi. Isyonga qatnashganlardan bir qismi qochib jonni qutqizdi. Bulardan biri Hüseyin'nin iğnisi İdris idi. İdris günümüzdeki Marrakeş'e yerleşkenden keyin özü bilen o'xshash ismi bo'lgan o'g'li Harun Reşid devrida İdris ile dövletiga asos soldi. Xalifa Ma'mun taxtini qo'lga keltirishda iğnisi Amin bilan qilgan urushda g'alaba qozongandan keyin Merve'deki vaqtida o'z yeriga Ahli Beyt'tin Ali Er-Rizani Veli Ahdi tayin qilganligini jakoladı. Bu xabarni anglagan poytaxt Bag'doddagi Shialar Hazreti Hasan naslidan kelgan İbrahim Mahdini xalifa e'lon qildi. Miladining 817-yili 17-iyun. Bu ahvol Abbasi hokimiyatida ikki rahbarning taxtda o'ltirishiga va boshqa qiyinchiliklarning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'ldi. Ma'munning Bag'dodga kelishi bilan İbrahim ibn Mahdi xalifalik maqomini tark qilishga majbur bo'ldi. Ma'mun yana Ali Er-Riza haqidagi qarorni bekor qildi. Buning bilan Shialarning hokimiyatni qo'lga keltirish haqidagi umidlari yana bir qatim neticesiz qoldi. Mu'tasim 833 ve 842 yıllar arasidagi xalifalikning 2-yilida Mu'tasimninki davri 833 dan 842 ekan. Nan xalifalikning 2-yilida bu qatim Hüseyin'nin neslidan keldigan Muhammed ibn Qasim Xurasonda isyon chiqadi. Abbasilarni itiraf qilmay xalqdan o'ziga bayat olishga boshladi. Ammo Abbasilarning Xuroson valisi Abdullah ibn Tahir tarafidan tutilib, xalifaga avatib zindonga tashlandi. Xavorijlar harakati Umaviylar davrida hokimiyatda Quraysh qabilasi ega bo'lgan nupuz Qurayshning ustunligiga qarshi chiqqan xavorijlarning davomli isyon chiqarishiga sabab bo'ldi va mavalidin bo'lgan xalq bu isyonlarga qatnashdi. Abbasilarning mavalilarga yaxshi muomala qilishi xavorijlarning bu xalq ustidagi ta'sirini ojizlatdi. Faqat xavorijlar Amaviylar davridagi o'xshash isyonlar chiqarmasimi, ammo yana Abbasilarga qarshi ba'zi isyonlarni qildi. Afrika, Iroq, Xuroson bu isyonlar o'ttirib chiqqan rayonlardir. Harun Reşid davrida xalifaning adolatsizlikka qarshi Musul va Kirmonda chiqqan xavorij isyonlari bularning ichida eng xatarlik bo'lganlar edi. Xalifa Musul isyonida bir necha qatim yengilgandan keyin bu isyonni nihoyatda tasdiqli bostirdi. Şu yılda Kirmandan başlap Afganistan kadar suzulgan başka xavorij isyonlari Ma'mun davrida tugatildi. Yani Musul tarihi, yani Bag'dod, bu degan yerlar qadrli qarindoshlar, yani tarixda ajoyib ko'p urushlar bo'lgan, ajoyib ko'p isyonlar bo'lgan bir yer ekan. Karbala deymiz, Sham deymiz, hozirgi urush bo'layotgan yerlar. İslam'a karşı dini ve siyasi hareketler to'g'riliq yine bir küçük mezmun bakem. Abbasilar devrida hem hakimiyetga hem İslam'a karşı hareketler barliq geldi. Bu hareketlerin hemmisi İran menbalik idi. Bularning arasida mühim bo'lganlari Muqanna, Babak ve zindiqlik hareket qatorliqlar. Yani İran to'g'riliq İslam İranlaştı mı ya ki
İran İslamlaştı mı deydiğen bir 20 saatlik, 2 saatlik yükselen sözler deydiğen bir program var Hilal TV'nin ki halgallah şunu tepip bir tınşap yakanlar. Yani Bayram Malik Bayram demde bir ustaz var Konyalık Selçuk Üniversitesi'nin profesörü değil mi? İsimde kalışacağım. Bu adamın ki şu İran doğrusu da ondinkin Mesnevi'nin yazgıcısı olan Mevlana. Bu Mevlana da kattık çoğun bildiğin bu İranlık asli Paris. Şununki yazgan eserlerini hazır Türkiye'de okuyduğum bek köp. Yani bizim vatanda zaten Mesnevi'ni okuyan adamның naiti kattı bir bilim bildiğanlıqını yaki Parisçini Şam'a kılıp atılganlıqını ibaret manda bir köz karşılar bağmışken burunqı medrese terbiyesi de kadirli kırındaşlar. Başka Parisçini bilmese dinini üyengili olmaydı yak olmasa dininin tilinin yerimi yoktu ki dek bunda his kılılgan bir mezgiller boptu ki. Abbasiler devrinde hem hakimiyetki hem İslam'a karşı hareketle barlık geldi. Bu hareketlerin hemmisi İran menbelik idi. Bunların arası da mühim boğaları Mukanna, Babek ve Zindik hareket katarlıklar. Mukanna isyanı. Bu isyan Abbasilerini acizletip hakimiyetini kolgu keltiriş ve İslam dininin tarqılışını tosip qilish üçün El-Mukanna isimlik bir İranlık tarafından Merv'de başlatıldı. O ruhunun bedenden bedenge ötüdüğün ma'nisini ifadeleydiğin tenasuh karışını teşvik kılıp Allah'ın nöbet bilen Adem, Nuh ve Ebu Müslim'nin bedenin kirgelliği en ahırda öz bedenin kirgelliğini eğitti. Estağfurullah. Bunundan başka o taraftarlarına İslami ibadetlerin emelinin kaldırganlığını, İslam dininin haram kılgan nerslerini halal kılganlığını caka aladı. Yana kadimki İran itikadlarından boğan mazdakilikке uygun kılıp mal ve ayallarını hem adamlar üçün ortak halkı keltüydü. Köplügen ergeç gücü yığdı. Halife Mehdi 775 yıldan 785 yıla hüküm sürüptüken Mukanna taraftarlarının köpüşüne karşı asker evetti. Mukanna etrafı müstehkem boğan kal'eye kirip aldı. Abbasi koşunun uzun müddet kurşağıga elişi neticesinde kutuluşunun mümkün bulmayıqalıqını körüp ailesi ve taraftarları bilen birlikte üzünü öldürüp aldı. Babek hareketi. Emin bilen Ma'mun oturuski hakimiyet talış görüşü başka yerlerde çıkan isyanlara okşaş Azerbaycan'da mı İslam'a karşı ciddi hareketlerinin çıkışı sebep oldu. Bu hareket Babek hareketi dep ataldı. Babek'in fikirleri Mukanna'nın fikirge naiti yakın idi. Mukanna'nın taraftarlarından farklandırılıp Babek'in taraftarları arasında Kur'an okulup ügünülse bunun bedeliga namaz okumusu mu, rozu tutulmusu mu bulattı. Harak içişke yol koyulmaydı. Bu fikrini kubul kılganlar aynı vakitte hurremle dep atılattı. Kadirli kırındaşlar. Babek 816 yılda Azerbaycan çiğras işideki Bezze'de isyan kıldı. Etraftaki Müslüman halklarga bastırıp gelip ana bala dep ayırmay köp kişilerini öldürüp mallarını buladı. İsyanını bastırış üçün Azerbaycan'a keyin vali tayin kıldı. Valilerin bütün gayretleri karmay Ma'mun devri 813'tün 833 yılgacha bo'lgan devriken demo bu isyanını bastırılmadı. Ma'munun ornuna kelgan Mu'tasim 833'tün 842 yılgacha bo'lgan 20 yıldan beri devletni meşgul kılgan bu isyanını bastırış üçün Afşin, İnak ve Beşir et-Türki katarlık Türk kumandanlarını vazifeye tayinledi. Uzun köreşten keyin Abbasi güçleri
838 yılda Babək turvatqan şəhərgə kirib Babəkni tutub öldürdü. Bunun bilan Abbasi hakimiyeti içki bir tehditten qutuldu. Zindiqlar hareketi. Hazreti Ömer devrinde İran fethi kılıngandan keyin köp sandaki İranlı kişiler İslam dinine girdi. Əməliyyatda bu kişilerin qədimki dilleri ve zerduşluq yoki manixistlikka bo'lgan mayilliqi davom qilayotgan idi. Zindiqlar deb atalgan bu kişiler Umaviylar davrining oxirlarida bo'libmi Abbasiylarning tunji davrida musulmon ko'rinishi ostida aqidani tarqitish uchun bir qism faoliyatlarni qildi. Bu jarayonda Farschadan Arabchaga tarjima qilgan asarlar orqali yoki uyg'un sharoitlarda she'r adabiyot orqali ovozini anglitishga tirishdi. Abbasi rəhbərləri zindiqlarga qarşı başlanğıçdan başlap qattiq tədbir aldı. Bulubmu Xalifa el-Mahdi 785-dən 775 yılları arasıdakən ikisini onu anlaşıb qapdı. 775 yıldan 785 yılgacha bo'lgan aralıqda və orduğa ötken El-Hadi 785 yıldan 786 yılgacha davrlarda bu zindiqlarga qarşı keskin kurashlar elib bordi. Ularning fikirlerini asassız qilish və musulmonlar arasıga ta'sir qilishning oldini olish uchun musulmon olimlar safarbar qilindi. Musulmon olimlar zindiqlarga qarshi ko'plab asarlarni qalamga oldi. Yani Abbasiylar davrininki 5-bab İslam tarixi degan bunu kitap, yani profesör 3 tane profesör doktorunki Türk yazgan kitabı Teklemekan Uygur Neşriyat tarafından 2014 yılı İstanbul'da neşr kılıngan kitaptır. Yani biraz İslam tarihimiz, ügünvatımız 5. bab Abbasiylar. Ninki 5. küçük mevzuga keldik. Merkezi idareden ayrılış. Abbasiylar Asiya, Afrika ve Avrupa kıtasındaki bir neçe rayondan terkip tapkan çoğ bir coğrafyaga hüküm kıldı. Fakat bu çoğunluk Abbasiylar üçün aynı vaqtda bir tehdit mənbəsi oldu. Çünkü bundaq büyük bir coğrafyanı tutup duruş üçün merkezi rehberliknin her vaqt güçlük buluşu ve gücünü devletinin her tarafı his kıldırışı gerek idi. Ama bazı vaqtlarda Abbasiylar merkezi rehberlikini yoqtup qoygan vaqtlarmı oldu. Bununla ergişip devlet rehberlikini saqlab qilishda aciz qalgan davrlar oldu. Şialar, Havariclar, bazı valiler öz yerlerinde güçlük tesiri var aileler merkezi rehberlikinin acizliğinden faydalanıp uzak yerlerde müstakil yoki yerim müstakil devletlerini kuruşqa teşebbüs qildi. Abbasilardan tunca ayrılış bu devletinin kuruluşu bilen başlandı. Yani devletinin başlangıç devrinde Endalus'a keçip bağlan Emevi Şahzadesi Abdurrahman 756 yılında bu yerde müstakil Endalus Emevi devletini kurdu. Bunun bilen Endalus Abbasi rehberlikinden ayrıldı. Abbasilerin ayrılıp çıkan müstakil ve yerim müstakil devletlerde İdrisiler, Ağlabiler, Tolun oğulları Afrika'da, ondan keyin Arabistan, Hamdaniler, Bübey oğulları, Saffariler, Saman oğulları degandek devletlerini ko'rsatibdi bunu xaritada. Xaritaga qaraydigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, buni hamda kitobni setib olgandan keyin texnik aniq ko'rishingiz mumkin. Abbasilardan ayrilish 8. asrning oxirlarida Shimoliy Afrika tuproqlaridan boshladi. Xalifalikning o'z haqqi ekanligini ilgari surgan ahli bayt mansubi ba'zi oilalar bilan xavorijlikni ilgari suradigan ba'zi guruhlar merkezi rehberlik yeterlik miqdorda kontrol qilolmagan Shimoliy Afrikaga o'rinlashdi.
Əhl-i Beyt tərəfdarları 788 yılda Marrakeş'te İdrisila devletini, Havaricla 777 yılda Alciriye yani Rustemiyle devletini kurdu. 11. əsrinin ahırdan başlap mərkəzi rəhbərlikdən ayrılış texmi köpəydi. Bunun asaslı sebepleri devletdeki içki taşqı məsələlərinin mərkəzi rəhbərlikinin gücünü azaltışı idi. Türk komandalarının xalığan kişilerini xəlife qilishi, xalımağanlarını bu vəzifədən elib taşlışı mərkəzi rəhbərlikinin acizliqanlığının közü görünərlik misallarından biri idi. Hatta ki xəlifələr bu dövrdə öz vəzifəsini büyük miqdarda Əmrun Umara deb atalğan bir rəhbərgi ödünüb bilib, dövlət işlərinin yıraqlaşış yolunu tutqan. Xəlifilik makamı bu şəkildə güçsüz əhval gələn vaxtda bəzi valiler başqurğan vilayətlərini birdən dövlətə aylandırdı. Tunusda əğləbilə 8. yıldan 909 yılgacha, Mısırda yıl tertibiga qarab Tulun oğulları 868'den 905 yılgacha ve İhşidiyle 935'den 969 yılgacha, Azerbaycan'da Saca oğulları 890 yıldan 929 yılgacha, İran'da yıl tertibi boyunca Tahirila 821'den 875'gacha, Saffarila 865'den 1500 yılgacha ve Samanila 847'den 999 yılgacha. Bu şekilde kurulgan devletler idi. Bunların asası alaylığı şekil cihetten Abbasi xalifeliklerine bağlılık buluş idi. Bu bağlılıkların ifadesi için hutbelerde Abbasi xalifelikinin ismi zikr kılınatdı. Yine pullarda öz ismi bilen halifenin isminin birlikte bastur etti. Bundan başka hakimiyeti astideki topraklarda bir hükümdardek hareket kılattı. İsmi aytilgan devletlerde Mısır ve Azerbaycan'daki devletler Türk valiler tarafından kuruldu. İran'daki devletlerin kurgucusu Parisler idi. 10. əsrdə Abbasi topraklarında rəhbərlikini acizlədən iki mühim devlet oturğa çıxdı. Bunlardan biri Buvayhilə 932 yıldan 1062 yılgacha, yana biri Fatimilə 909 yıldan 1171 yılgacha bo'lib, iki devlet Şialar tərəfindən kuruldu. Buvayhilərning asli İranlıq idi. 930 yıldan başlap İran'da hakimiyet kurgandan keyin 945 yılda Abbasi xəlifəsi turvatqan Bağdatni işğal qıldı. Onundan başlap bir əsrə yaxın vaxt Abbasi rəhbərləri üstüdə imtiyazga ega bo'lib, Abbasi xəlifələrini bütünlüy kontrolga aldı. Abbasi xanədanı bu kontrolluqdan 1055 yılda Bağdatga kirib, Buvayhilərə xatim bergen Selçuk Sultanı Toğrul Bəknin yardım bilen qutuldu. Qadirli qarindaşlar. Yeni bir Şia devleti boğan Fatimiler 909 yılı Şimali Afrika'da kuruldu. Devletini kurganlar Hazreti Fatime arqılıq Peygamberimizin neslinden kelganlik fikrini ilgi sürüp devletke Fatimi ismini verdi. Abbasilarga o'xshash Fatimilar İslam dünyasının hemmisi hükümranlık qilishni maqsad qiladi. Bu maqsad bilan qurilgan vaqtdan başlap bir tarafdan Mag'rib ve Andalusga hükümran bo'lishga tirishsa, yana bir tarafdan Sharqqa qarab kengayishni tashabbus qildi. 969 yılda Mısır'ni Abbasilarga bağlıq İhşidlarning qo'lidan tartib olib, rəhbərlik mərkəzini bu yerga yo'tkidi. Bağdatni işğal qilish uchun Suriyaga safar qildi. Hakimiyet sahasini Mekke, Medine'den halqib o'tib, Hicazga kengaytdi. Fatimilarning Abbasi toprakları kengayishi Selçuk Türklerining o'ttirg'i kirishi bilan to'xtadi. Qadirli qarindoshlar. 6. Tashqi munosabatlar. Abbasi devleti yangi topraklarni fethi qilishning o'rniga sahip bo'lgan
Abbasi dövleti yeni topraklarını fethi qilishni o'rniga sahip bo'lgan topraklarni qo'lda tutib turishni asosiy g'oya qildi. Bu sababdan harbiy kuchini tashqi davlatlarning hujumiga qarshi ishlatdi. Bu tashqi davlatlar ichida eng ko'p qarshilashgan davlat Vizantiya bo'ldi. Vizantiya imperatorlari Abbasiylarning buyuk bir coğrafiyani boshqarishda qiyinchiliklar duch kelayotganligini ko'rib hujumga o'tdi. Bo'libmi Suriyaga qarshi hujum boshlab Abbasiylarni ojizlashga urindi. Yana bir tarafdan Abbasiy hokimiyatiga qarshi chiqqan isyonchilarni qo'llab, davlatning muqimligini buzishga tirishdi. Masalan, Azerbayjonda o'tirg'i chiqqan Babak isyonining bir necha yil markaziy hukumatni mashg'ul qilishida Vizantiyaning bu isyonga qilgan yordami bor edi. Abbasi davlati Vizantiyadan kelgan tahdid va hujumlarni to'sib qilish uchun mudofaa markazlarini tashkil qildi. Bular Sug'ur yoki Avasim deb ataldi. Bu markazlar Tartusdan boshlab Adana, Marash, Malatyani o'z ichiga elish bilan birga Fırat daryosigacha yetib bordi. Vizantiya hujumlari bu markazlarda to'sib qilindi. Abbasiylar ko'pincha vaqtlarda bu markazlardan hujumga o'tdi. Abbasiylar davrida mudofaa markazlari ko'p sonda turk jangchisi o'rinlashtirildi. Abbasiylar Mansur davrining oxiridan boshlab Vizantiya hokimiyatidagi O'rta Anatoliya, hatto Istanbulga qadar harbiy yurishlarni qildi. Oldida Mahdi, keyin Harun Reşid davrida Istanbul ikki qatim muhosiraga ilindi. Bu muhosirada Vizantiya rahbarlarining yillik boj to'lash sharti bilan bekor qilindi. Vizantiya davlatining Abbasiy tuproqlaridagi isyonchilarga ko'plab yordam qilishi bilan Xalifa Ma'mun Vizantiya davlatini ojizlash uchun Anatoliyaning fathini maqsad qilgan buyuk bir qo'shin barpo qildi, tayyorladi. Biroq baldur kelgan o'lim bu g'oyaning amalga oshishiga yo'l qo'ymadi. Buningdan keyin Vizantiyaga qarshi eng cho'ng harbiy safar Xalifa Mu'tasim tarafidan elib berildi. Abbasiy qo'shini Afyon atrofida u vaqtdagi Anatoliyaning eng buyuk shaharlaridan biri bo'lgan Amironi oldi. Hatta asosiy g'oya fathi qilishning o'rniga Vizantiyani ko'z qo'rqitib qo'yish bo'lganligi uchun bir muddatdan keyin shahardan chiqib ketdi. Abbasiylarning ikkinchi davrida ichki masalalarning ko'payishi va buningga ergishib markaziy rahbarlikning kuchini yo'qotib qo'yishi bilan Vizantiyaga qarshi harbiy safarlar elib berilolmadi. Bu sababdan Vizantiya bu fursatdan foydalanib 10-asrdan boshlab Avasim shaharlarida o'z hokimiyatini tiklashga boshladi. Abbasiylar Vizantiya bilan bo'lgan urushda munosabatlik ahvollarga qarab, G'arbiy Yevropada kuchli davlat sifatida o'tirg'i chiqqan Franklar bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Har ikki davlat bir-biriga elchi avatdi. Xalifa Harun Reşid tarafidan Frank podshosi buyuk podshohga qimmatli bir soat hadiya qildi. Bu soat u davrda bundoq bir narsaning xabari bo'lmagan Franklar orasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Abbasiylar Franklar bilan munosabat qilishda Endulus Amaviy davlatiga qarshi ularning yordamini qo'lga keltirishni maqsad qildi. Franklar Vizantiyaga qarshi Abbasiylarning yordamiga erishishni maqsad qildi. Abbasiylar hokimiyat tiklagan vaqtida O'rta Osiyoda turklarning davomi bo'lgan Toshkent xonligi va boshqa turk qavmlari Jungoning hokimiyati ostiga kirish xavfiga duch kelgan edi. Bu tahdidni bartaraf qilish uchun Toshkent xonligi G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilishga uringan Jungo qo'shiniga qarshi Abbasiylardan yordam talab qildi. Abbasiylar bu talabga musbat javob berdi. Milodining 751-yili O'rta Osiyoga yordamchi qo'shin evatdi. Bu qo'shin bu yerdagi turk askarlari bilan birlashib Jungo armiyasini og'ir mag'lubiyatga uchratdi. Bu urush Talas daryosining qirg'ida yuz berganligi uchun tarixda Talas urushi deb ataldi.
Talas g'alabisi bilan bir tarafdan Jungoning G'arbiy Turkistondagi tahdidi bir taraf qilingan bo'lsa, yana bir tarafdan Amaviylar davrida urush bilan o'tgan Turk-Arab munosabati do'stlik va hamkorlik bosqichiga kirdi. Buning natijasida Türklerning islom dinini to'nib qabul qilishi osonlashdi. Vaqtning o'tishi bilan Türkler va Türk davlatlari islom dunyosining eng kuchli qo'g'dug'uchilariga aylandi. Abbasiylarning tashqi munosabatida yer olgan yana bir Türk davlati Hazarlar idi. 7-asrda Qora dengiz bilan Kavkazning shimolida Idil, ya'ni Volga daryosi yanida qurilgan bu davlat Abbasiylar hokimiyat qilgan yillarda Musaviylikni davlat diniga aylantirgan. Ammo Hazar davlatida Xristian va musulmon nüfusmu bor edi. Hazarlar biri 776 yana biri 799-yilda ikki qatim Kavkaz tuproqlarini o'tib Abbasiy tuproqlariga hujum qildi. 799-yildan boshlab keyin Abbasiylar bilan Hazarlar o'rtasida bir qurolli to'qinish yuz bermadi. Askeriy safarlarning o'rniga siyosiy, iqtisodiy va ilmiy sohalarda munosabat o'rnatildi. 7. Kichik mavzu Mo'ng'ul istilasi va Abbasiylar davlatining yiqilishi degan mazmunga keldi, qadrli qarindoshlar. O'rganayotganimiz islom tarixi, ya'ni 3 professor doktorninki Türk ustozlar birlikte tuzib chiqqan Teklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan 2014-yil Istanbulda nashr qilingan bunu kitobdan birlikte o'rganayotimiz, qadrli qarindoshlar. Endi Abbasiylar davlatininki eng oxirgi mezgillari kelib qoldik. Mo'ng'ul istilasi va Abbasiylar davlatining yiqilishi. 7. Kichik mavzu 5. bab Abbasiylar xalifaligi. Yani Abbasiylar 8. asrga kelganda Shimoliy Afrikaning ko'p qismi Abbasiy rahbarligidan ayrilgan edi. Bu jo'grafiyada o'ttirib chiqqan Muvahhidlar xonadonligi 1211-yildan 1269-yilgacha bo'lgan oraliqdagi xonadonlikkan mustaqil bir davlat sifatida o'z xalifaligini e'lon qildi. 11-asrning o'ttirlarida qurilgan Buyuk Selçuk davlatining bu asrning oxirida yiqilishi bilan Anatoliya, Suriya, Iroq, Xorason, Kirman qatorliq yerlarda soni 6dan ko'p bo'lgan davlatlar qurildi. Bu davlatlarning Abbasiylarga bog'liqligi faqat xalifaning ismini xutbalarda o'qish bilan kifoya qilgan edi. Misr va Suriyada 12-asrning oxirlarida yana Abbasiylarga shakl jihatdan bog'liq bo'lgan Ayyubiylar 1171-yildan 1260-yilgacha bo'lgan oraliqdagi yani Salahiddin Ayyubiyninki qurgan davlati qurildi. Yani Kürt bir davlat, yani onun tarkibida Türklermi bor degan ma'no bor. Yani Salahiddin Ayyubiy to'g'riliq maxsus ishlangan filmda, onundan keyin yozilgan kitoblar bor. Ölüşkenmi bir George Zaydan'ınki tercüme qilib yozgan, Uyg'urchaga tercüme qilingan Salahiddin Ayyubiy degan kitobini bir qarindishimizga uyatib berdim. Yangi Zelandiyadagi islom davlati ichida bu xil o'zgarishli bo'layotgan vaqtda Franklar rahbarlik qilgan ahli salib qo'shinlari Quddusni ishg'ol qilish uchun keyin-keyindan askariy safarlar qildi. Abbasiy xalifasining askariy va siyosiy kuchi qolmaganligi uchun ahli salibga qarshi qo'shin avatanmadi. Yana bir tarafdan 13-asrning boshlarida o'ttirib chiqqan Xorazm Shahlar 1097-yildan 1231-yilgacha bo'lgan oraliqdagi Shahlar kam qisqa vaqtda Mavara un-Nahir, Xorazm, Iroq, Ironni chegarasiga qo'shib buyuk bir imperatorlikqa aylandi.
Bu devlet İslam dünyasının rehberlikini qo'lga keltirishni maqsad qilganlikdan Abbasiylarni maqsadiga yetishdiki bir to'salg'u deb qaraydi. Bu sebepten 1217 yıldan başlap hakimiyeti ostidagi tuproqlarda ve xutbalarda Abbasiylar xalifasining ismini o'qishga xotim berib, Hazreti Ali avlodining kelgan birisini xalifa e'lon qildi. Uningdan keyin Abbasiylarning markazi Bag'dodni elish uchun safar qildi. Abbasiylarning Xorazm shohlar oldida o'zini qo'g'diyoliqchida kuchi yo'q edi. Bu sebepten o vaqtlarda Asiyanın sharqida ismini to'nishga boshlagan Mo'ng'ullardan yordam talab qildi. Xorazm shohlar bilan munosabati yaxshi bo'lmagan Mo'ng'ullar mashhur qo'mondan Chingizxonning qo'mondonligi ostida Abbasiylarning talabini fursat bilib harakatga o'tdi. Bir necha yil qolmay Xorazm shohlariga xotimi berdi. 1227 yılda Chingizxonning ölüşü bilen Moğol tecavüzü devam kıldı. Moğolların en ahırda Azerbaycan ve İran'ı işgal kılıp bu yerge urullaştı. Bunun bilen Abbasiylar bilen Moğollar iki qo'shin devletke aylandı. Moğolların asli maqsadi işgal kılgan topraklarını texmi kengaytish idi. Bu sebepten 1257 yılda Chingizxonning nevrilerinden Hilaku Bag'dodni işgal qilish uchun harakatga o'tdi. 1258 yılının 1. ayida Bag'dodga kelib shaharni muasirga oldi. Bag'dodning Mo'ng'ullarga qarshi chiqa oladigan kuchi yo'q edi. Tinchlik kelishimlaridan bir natija chiqmaganlikdan keyin oxirgi Abbasi xalifasi Mustasim Billah 1242 yıldan 1258 yılgacha ekan davri sürgen davri ve başka devlet rehberleri teslim bo'lishga mecbur oldu. Hilaku teslim bo'lganlarni öldürdü. 500 yıldan beri İslam dünyasının en güzel şehri bo'lgan Bag'dod bulan talan kılınıp ot koyup köydürüldü. Kuruluş imaretleri yıkıp taşlandı. Kütüphane ve kitaplar ot koyup köydürüldü. Moğollarning Bag'dodni işgal qilishi büyük bir felaket oldu. Bu vahşilik medeniyet cihati texmi köp ta'sirini ko'rsatdi. Çünkü Bag'dodning ishg'olidan keyin İslam medeniyetida turg'unlik ve chekinish başladı. 750 yıldan 1258 yılları aralıkta hüküm sürgen Abbasiylar İslam tarixida Osmanlılardan qalsa en uzun ömür ko'rgan devlet hisoblanadi. İslam medeniyetining en parlaq davri mush davrda meydonga kelgan. Bag'dod dünyanın en güzel ve en boy shaharlaridan biri deb shuhrat qozongan. Bag'dodning ishg'oli jarayonida Mo'ng'ul qirg'inchiliklaridan saq qolgan Abbasi oilasidan Ahmad ismli bir shahzoda Shamga kelib panohlandi. Bu vaqtlarda Misrda Ayyubi davlati yiqilib, o'rniga Mamlukilar davlati qurilgan. 1250 yılı idi. Tunji Mamluk sultani Baybars Bag'doddan keyin Suriyaga hujum qilgan Mo'ng'ul qo'shinini mag'lub qilib, bu yerni hakimiyat ostiga olgandan keyin Shamdagi shahzoda Ahmadni Qohiraga elib bordi ve 1261 yılı xalifa deb e'lon qildi. Bunun bilan 3 yıl ilgari Bag'dodda avdurilgan xalifalik 3 yildan keyin Qohirada qaytadan tiklendi. Onundan keyin Osmanlı sultanı Yavuz Selim 1517 yılında Mısır'ını egallagancha bo'lgan aralıkta 22 Abbasi xalifasi taxtga o'tirdi. Yavuz Sultan Selim'nin 22. Abbasi xalifasi taxtga Yavuz Sultan Selim'nin 22. Abbasi xalifasi Mutawakkilni İstanbul'a elib kelishi bilan Abbasi xalifaligi oxirlashdi. Misrdagi Abbasi xalifalarining nufuzi yo'q bo'lib, bu xalifalar
faqatla simovluq bir vazifege ega bolgan. Qadirli qarindoshlarım, shunda qilib Abbasiylar dövletiga xatim berildi. Endi 6. bab Türkler ve İslamiyet to'g'riliq mazmunlarniki temalarini bir qator o'qib o'tdim. Birinci mazmun Türk Arab munosabati ekan. Yani Ümeviylerden ilgili Ümeviyler devri, ondan keyin Abbasiylar devri, ondan keyin ikinci küçük mazmun Türklerning İslam diniga kirişi to'g'riliq so'zlanadi ekan. Ondan keyin Türklerning İslam dunyosidagi faoliyatları, bunun içinde küçük mazmunlardan Abbasiylar xalifalikning qo'g'dilishi, ahli selib qarshisida Türkler, ondan keyin qaysi mazmun bor ekan? İslam coğrafyasının muhafazat qilinishi, ondan keyin Türklerning muqaddas makonlardagi xizmatları, bularni o'rganib o'tib, ondan keyin Türklerning İslam dininin tarqalishida o'ynagan roli degan mazmunda Hindiston yerim orlig'iga İslam dinining tarqalishi, Anatoliyaning turklashishi va islomlashishi, ondan başqa Balkan rayoniga İslam dininin tarqalishi. 4. mazmun Müslüman Türk devletleri, tuncu Müslüman Türk devletleri, ondan keyin Büyük Selçuk devleti ve onunla tabi bo'lgan devletler, Osmanlı devleti, İran'da hakimiyet qilgan Müslüman Türk sulalaları, O'rta Osiyo ve Hindistan'da kurulgan Müslüman Türk devletleri, ondan keyin Mısır'da kurulgan Müslüman Türk devletleri, Şarkı Avrupa'da kurulgan Türk devletleri qatarlıqlarını öğrenip ötüp 7. bab İslam medeniyeti deganni öğrendikimiz qadarli qarindoshlar. Qarag'anchiqda bu 100 qancha betken bu hali baken bu Türklerge alaqadar mazmun qadarli qarindoshlar 145. betdan 49. betdan başlasa 187. bet tugaydi ekan. Qarag'anda bir 3 ders qilganmiz buni. 38 betken. Yani şu 3 ders 4 ders bo'lg'adak. İnşallah 3 ders qilib tugutishga tirishamiz. Qadirli qarindoshlarım, shunda qilib islom tarixini bu kitaptan o'rganib o'tdik. O'zimizningki tarixini öğrenmesek bo'lmaydi. Qadirli qarindoshlar, ilmo 47 minut, 48 minut bir ders bo'libdi. İnşallah tarixni yaxshi o'rganishga tirishaylik. Bundan başka tavsiye qilib qo'ydigan bir kitap var. İmamlar ve Sultanlar degan bunu kitap. Bu kitap şu Umaviylar bilen Abbasiylar devrida, Umaviylarning tugishib Abbasiylar ortaga chiqqan vaqtda yaşagan Abu Hanife, İmam-ı Azam deb qo'yamiz. Özümüzü Hanefi deb qo'yamiz. Şu ustozningki hayati, siyasi, tarihi, siyasi, fiqhisi, to'g'riliq mazmunlar bor. Sizlarga bizningki bir qancha oylik tercüme, xolisona tercüme nimamizningki hadiyasi. Bunu biz o'zimizning to'rbatlarda e'lon qildik. Facebook'da e'lon qilgandik. Hem de kitibi mana shunday dijital baskı şeklinde chiqdi qadarli qarindoshlar. Bizden temin qilib, biz ta'minlaymiz. Bizden so'rasanlar kitobni biz sizlarning adresingizga ivetib bersak bo'ladi. Qadirli qarindoshlarim. Anda olsa Allah'ın o'ziga amonat bo'linglar. Yana bir soatda, ya'ni islom tarixidagi turklarningki roli to'g'riliq, ya'ni turklar to'g'riliq o'rganib o'timiz, ya'ni o'zimiz to'g'riliq o'rganimiz qadirli qarindoshlar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.